Yo'q, unaqa qilma. Kelmadinglar, qadrdonlarim. Uchqo'rg'onimizning markazida, xudo xolasa, Max ekan ushlab oldik. Maxim ekan o'tkazib var. Bitta bolalar aytgandilar. Bilmaman, bir 250 mingdan prosmotr bo'ldi. Aka bugun ham bitta ishtamiz ishda. Lekin sonra to'g'onib istaymiz. Bugun ishtamizmi? Maganda qayerdandir voqealar bo'lar sodir, gohida hazil qilar taqdir. Yetti uxlab tushimga kirmagan ishlar bo'lsa, tasodif qodir ne ishlarga. Naqot shu bugun kim bilardi ayt, aynan bizga bog'liq vaziyat. Bu holat qaydan savol bermayman, sen qo'rqma, ayblamayman, yo'q daxling shunchaki bir yurak bo'lgan endi chilparchin. Axir sen o'sha mening uyqusiz tunlarim, axir sen o'sha yozu kuz qish bahorim, axir sen o'sha avval qanotlantirib kelgan esan, mayli endi bu muhammad deb qo'yamiz. Qadrdonlar, ovozga baho beramiz, ham bitta like bosishni unutmaymiz. Qadrdonlar, qo'ldan kelguncha Uchqo'rg'on farzandi Maxim ekan. Maxim aka bugun ayni damda Namangan viloyati To'g'risoyda konsert beryaptilar. Lekin bugun 11 debman, lekin bormoqchi edim. Ko'rib turibsizlar, jonli bo'ldi. Zalotoy Uchqo'rg'on shunaqa videolar chiqadi. Video yoqqan bo'lsa, bitta like bosib, Maxim aka haqida o'zingizlarni izohlarda fikringizni qoldirib olasizlar. Hamda ushbu videoni bitta yaqin qadrdonlarga jo'natib qo'ysizlar. Qadrdonlar, obuna bo'lishni unutmaysizlar. Zalotoy Uchqo'rg'on uchun maxsus Maxim akani. Rahmat. Malik.